Hammaga assalomu alaykum bolalar, sizlar bilan Zenix. Bolalar, bugungi video roligimizda dunyodagi top 3 ta 100 level akkauntlarni obzor qilib chiqamiz. Videoga like, kanalga obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Qani endi videoni boshladik. Mana birinchi akkauntimiz ID'si ko'rishingiz mumkin. Endi qidiruv yozdik. Xo'p. Son 3 zavasi bor, 100 level akkaunt ko'rishingiz mumkin. Biratda ikkitadan tesarlari bor ekan, old оружие. Ultimatlari ham terib olibdilar. Faroni bor ekan asosiy. Faronlari 6 ekan. Bu biratga biz o'zbekcha ehson qilib, populyarnishini tashab qo'yamiz bolalar. Bu biratga akkauntni o'zim ehson qilib o'rganman 1 yil oldin. Iltimos akkaunt bering degan uchun o'zim berganman, o'zi bu akkaunt meniki bo'lgan. Xullas bolalar, ikkinchi akkauntga o'tib olamiz. Bu bolalar ikkinchi akkauntimiz ko'rishingiz mumkin. Bu ham 100 level. Bu biratimiz akkauntlarida nimalar bor ekan? Böyle Godzillalar bor ekan. Lekin skilllar, Godzilla, Tesla. Bu biratimiz akkaunti zo'rroq ekan birinchisidan ko'ra. Biratda populyarность уровени 7 ekan. 96 kolleksiya ekan bolalar. Bu biratga ham bitta ehson chaqib, Durzuga bilan bitta populyarностьni ehson qilamiz. Bu biratga akkaunt lobbyda mendan yutib olgan, shunga berib o'rganman. Sizlar ham shunaqa akkaunt yutmoqchi bo'lsanglar, men bilan birga o'ynaysizlar, yutsanglar shunaqa akkaunt beraman. Xullas bolalar, 3-akkauntga o'tib olamiz. Mana bolalar, oxirgi 3-akkauntimizni ID'si ko'rishingiz mumkin. O'zlaringiz yozib tekshirib ko'rsangiz bo'ladi. Mana 100 levellik KD degan nick. Billa biratimiz o'zida vertolyot ketdi. O'zim ehson qilib o'rganman buni ham boshqa akkauntimdan. Xo'p bolalar, ko'rishingiz mumkin. Brigadkasi bor, bepasi bor, qanaqadir skarlari bor ekan, reyki 416 reyki, UMP'lar bor. Basketbol seti ham bor ekan, biznes, bepasi, sportivkalari bor. Xo'p bolalar, bu biratimiz akkaunti ham zo'r ekan, kolleksiyalari 100 ekan. Ko'rishingiz mumkin. Уровеньlari, populyarность уровени 10 ekan bolalar. Xo'p bolalar, ko'rishingiz mumkin. 3 ta 100 level akkauntni obzor qilib chiqdik. Sizlarga qaysi biri yoqqan bo'lsa kommentariyaga yozib qoldiringlar. Birinchi bo'lsa birinchi, ikkinchi bo'lsa ikkinchi, uchinchi bo'lsa uchinchi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishingizdan chiqmasin bolalar. Keyingi videoda sizlar akkauntingizni obzor qilaman. Uning uchun kommentariyaga ID yozib qoldirishingiz shart. 3 ta 5 ta bo'lgan obunachiman akkauntini videoga olib chiqib obzor qilib beraman. Hammaga xayr bolalar, sizlar bilan Zenix bo'ldi.